Ya'niki ziyraklik bilan juda qattiq bir narsani nazoratga olib kuzatib turish. O'ta ziyraklik bilan e'tiboridan hech narsani qochirmasdan kuzatib turish. Ruhiy tarbiya babida bu demak Alloh subhanahu va taolo o'zining o'tkir nazari bilan bandani kuzatib turganligini banda his qilib turishi har lahzada. Bu haqiqat Qur'oniy haqiqatdir. Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda aytib qo'ygan: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va kana Allohu alaykum raqiba. Alloh sizlarga raqib, kuzatuvchidir. Hamma narsani bilib turibdi, kuzatib turibdi. Nima qilyapsizlar? Katta-yu kichigini hammasini o'lchab turibdi. Hatto ko'zga ko'rinmaydigan zarracha bo'lsa ham Allohning kuzatuvidan qochmaydi. Hattoki qalbingizni ichida birovniga aytmay turgan siringiz bo'lsa ham Allohning bilimidan chetda qolmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muroqaba to'g'risidagi hadislaridan birida aytadilarki, ihsonni ta'riflab, anta abudalloha ka'annaka tarahu va in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson shuki, Allohga sen xuddi u zotni ko'rib turganingdek ibodat qilmoqing. Agar ko'rishga qodir bo'lmasang, Alloh seni ko'rib turgandek ibodat qilmoqing. Ana birinchi bosh vazifa Allohga u zotni o'zini ko'rib turgandek ibodat qilishga bandani qurbi yetmasa, ikkinchisiga majbur. Alloh uni ko'rib turganligini zinhor va zunhor unutmasligi kerak. Ana shu his bilan, ana shu sezgi bilan, ana shu majburiyat bilan yashagandagina banda Allohni kuzatib turgan muroqabasini yo'lga qo'ygan bo'ladi. Ana muroqaba ana shundoq buyuk narsa. Bandani biror lahza tark etmaydigan xususiyat bo'lishi kerak. Muroqabani albatta keyin alohida o'rganiladi, lekin hozir bir ta'rifi ma'nosida bu gaplar aytib o'tilmoqda. Mashoyixlardan bittalarini yosh shogirdlari bor ekan. Ustoz o'sha shogirdga alohida e'tibor berib, hurmat qilar ekan. Boshqa kishilar, xususan ustozning sheriklari bunga g'ashlari kelar ekan. Biz axir mashoyixlarmiz. Bizi oldimizda bu bolachani buncha hurmat qilasiz degan e'tirozlargacha gap borib yetar ekan. Shunda ustoz bir kuni o'sha e'tirozchilarga ham, haligi bolaga ham qo'liga bittadan qush, bittadan pichoq beribdilar-da, sizlardan iltimos, har kishi o'zi alohida borib, hech kim ko'rmaydigan yerda shu qushni so'yib tozalab kelsin, keyin o'tirib mana shu pishirib yeb bir suhbat qilamiz. Sizlarni tortishuv masalalarini yechamiz. Hamma har qayoqqa tarqab ketibdi. Ma'lum bir muddat o'tibdi. Undan keyin hamma kelib yana ustozning huzurida yig'ilibdi. Nima bo'ldi? Mana so'ydik, olib keldik, mana buniki, mana buniki. Desa haligi bola tirik qushni ko'rsatdi. Ha? Nimaga so'ymading? Ha, o'zingiz birov ko'rmaydigan joyda so'ydi deysiz-ku. Ha, dedim, mana bular so'yib kelibdi, sen nimaga so'ymading? Alloh ko'rmaydigan joy topolmadim-da, shuning uchun so'ymadim dedi. Shunda hech gapsiz haligi odamlar bo'ldi. Bu bolaning hurmatini qilavering deyishgan ekan. Ya'ni o'zlarini nuqsonini sezgan. O'sha kichik bolani Alloh muroqaba qilib turish hissini o'zlarida yo'q ekanliklarini tan olishgan. Demak, muroqaba mana shu shaklda bo'lishi kerak. Raviylar hadis ilmini ustozlari rivoyat qiladilar. Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Makka mukarramaga tomon Madinadan safarga chiqqan ekanlar. Shaharga yaqinlashib qolganda nihoyatda qattiq qorong'i bir joyda qolishgan ekan. Bir vaqtida shitir-shitir ovozlar eshitilib qoldi. Qarasa bir cho'pon ko'p qo'ylarni haydab kelyapti. O'zining boqib yurgan qo'ylarini haydab kelayotgan ekan.
So'rashibdi. Keyin Hazrat Umar aytibdiki, qo'ylaringdan bittasini bizga sot debdilar. Haligi cho'pon men qulman debdi. Men qulman degani qo'y meniki emas, xo'jayinimniki, men boqib yuribman. Meni haqqim yo'q qo'y sotishga. Hazrat Umar aytdilarki, sinash uchun nima der ekan deb, xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan debdilar. Haqiqatan qorong'i, hech kim yo'q. Bittasini sotib, pulni kissasiga solsa, ertaga xo'jayinga bitta qo'yini bo'ri olib qochdi kechasi desa, kim uni izlab topadi? Lekin haligi qul Hazrat Umar xo'jayiningga bo'ri yeb ketdi deb qo'yarsan deyishi bilan Alloh qayerda dedi. Ayni Alloh dedi. Shunda Hazrat Umar jim qoldilar. Tan berdilar haligiga. U qo'yini haydab ketdi. Raviy aytadiki, ertasiga Hazrat Umar turib namoz o'qigandan keyin birinchi qilgan ishlari o'sha qulni topish bo'ldi deydi. İzlab topdilarda egasiga aytdi, "Necha pul so'raysan, men shuni hozir sotib olib ozod qilaman" dedi. Va aytganini berib, qulni ozod qildilar. Keyin qulga aytdi, "Ey bola, sen dedi, bir og'iz gaping uchun bu dunyoda ozod bo'lding. Alloh xohlasa shu gaping uchun u dunyoda ham ozod bo'lasan" dedilar. Allohning muroqabasini sezish ana shu darajada. Qorong'i kechaning ichida, bepoyon cho'lni o'rtasida, hech kim ko'rmaydigan joyda bir qora qul, haligacha nomini birov bilmaydi. Otasi kim, onasi kim bilmaydi, xo'jayini kim bilmaydi, lekin tarixga kirdi. Bu dunyoda bir og'iz muroqaba so'zi aynalloh degani uchun ozod bo'ldi. Va Hazrati Umarning bashoratiki, oxiratda ham ajab emaski, do'zaxdan ozod bo'lsa. Sahl ibn Abdulloh degan buyuk zot o'tganlar. U kishi aytadilarki, meni tog'am juda ko'p ibodat qilardilar. Chamasi 3 yoshli bola edim. Kechasi tog'amning ibodati paytida uyg'onib ketib tomosha qilardim ibodatini. Mani bu holimni ko'rdi-da, tog'am oldimga kelib, "Sahl qalaysan" dedi. "Ha, yaxshiman. Shu kechalari uyg'onyapsan-a? Har uyg'onganingda 3 marta Alloh men bilan, Alloh meni ko'rib turibdi, Alloh meni bilib turibdi" deb qo'ygan. 3 marta aytgan, xo'pmi? Ha, xo'p. Bir necha kun shuni aytdim deydi. Keyin tog'am kelib yana sinab ko'rdilar. Keyin aytdiki deydi, "Mana shu narsani halovatini o'zim men kichkina bo'lsam ham sezdim." Ma'lum bir muddatga yetganda tog'am aytdi, "Sahl, ha. Alloh sen bilan, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha.